Assalomu alaykum. Men bugun sizlarga bonkali tushunkan mazasi bomba bo'lyonlari bo'lsa tiniq qilishni o'rgataman. Birinchi sifatli mol kacharga go'shtini olib, ustidagi terilardan tozalaymiz. Keyin uni maydalab bo'laylik va qaynab turgan suvga solib, bitta ko'pigini olib ko'tarib olamiz. Bonkalarga bo'lsa 2 ta lavr bargi, 10 dona qora murch va to'g'ralgan 1 ho'ch piyoz solib, ketidan go'shtlarni zich qilib bosamiz. Ziravorlar bo'lsa yarim qoshiq tuz, qoshiqning uchida zira va kashnich mazasini kuchaytiradi va bonka to'lguncha suv solib, qopqog'ini yopamiz. Qozonga suv solib, bonkalarni terib 4 soatga qaynatib qo'yasiz. Hozir kunda hamma asabiy. Shu uchun Ahmad choyi, kardamoli choyini damlab ichsanglar, hazm qilishi yaxshilaydi, stressni kamaytiradi va qo'shimcha ma'lumotlarni sizlardan kutaman kommentda. Choy ichayotganingizda choy xushbo'y hidi esa sizga energiya bag'ishlaydi. Tushunkalar pishdi, bemalol safarga yoki oilaviy video tayyorlab yesanglar bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa bomba deb yozib, kanalimga a'zo bo'lsanglar, bundan bomba retseptlar sizlarni kutmoqda. Bomba. Assalomu alaykum. Uyga mehmon chaqirganda katta qozonni mazasini beradigan manpari video oxirigacha ko'rsanglar o'rganib olasiz. Birinchi bo'lib sabzavotlarni tayyorlab olamiz va shu usulda to'g'raymiz. Piyoz, pomidor, basay karom, rangli bolgarskilar, 4 dona chesnok va 1 bog' seldir cho'pi. Go'shti shirali joyi bu sarpanji hisoblanadi. Buni qattiq arzongi va sifatlisini olishni hozir tushuntiraman. Makro supermarketlarga borib, salkam 93 ming so'mga skitkada olsanglar bo'ladi. Sifatli go'shtligi ko'rinib turibdi. Qozonga ozgina yog' solib, go'sht suyugini qovuramiz. Ketidan go'shtni tashab 10 minutcha past olovda qovurasiz. Larni solib, chesnok 1 cho'mich qizartiradigan tashab qovurasiz. Piyozni ham solib, o'lguncha qovurib olinglar. Basay karom, seldir, rangli bolgarskilar va tuz va hoji imbir zo'zdichka aralashmasidan solib, oxirida pomidor va suv berib 1 soat qaynatib qo'yasiz. Orada tuxumdan omlet qilib olinglar. Tuxumni ham skitkada olishingiz mumkin. Manparga yumshoq xamir qilib, shunaqa kesib, qaynatib 1 muzdek suvga chayib olasiz. Ovqat ham pishsa, ranglari tilla bo'lgan, hidi borib ishtahanglarni ochdimi? Mazasi bomba bo'pti. Bomba.